o'sha qorani nimasi tushkunlikka tushdi-da, nimaga o'ylamasdan bosilgan qadamni o'ylamasdan bosib qo'ydi qadam. Endi nima qildi? Moviy oyog'ini ham qadardi. Qarasaki bo'lmadi. Noto'g'ri qadamligini tushundi-da. Keyin oyoq izi qanaqa bo'lardi? Bunday palichka qiling. Chiroyli chizib qilib. Qaranglar. Bu qo'l bo'ldi. Nimaga sizlar tushmayapti-yu? Nima qildi? O'sha sizlar to'g'ri yo'lingiz qarab qo'ya qoldik. Menda mana biz bunday nimadan xavotirdamiz deyapti. Demak, endi senga ham chizib qo'yamiz. Nima yozding? Tajribasizligi uchun aldanish oson bo'ldi. Tajribali aldanganligi uchun qiyin hayotni boshdan kechirdi. Demak, endi hayotdagi qiynalgan rivojlanish boshlanmasa qiyin hayot bo'lsa rivojlanish ketyapti. Demak, oqqacha bo'lgan vaziyat seniki ekan-da. Demak, shuncha tushkunlikka tushdi, o'ylandi, izlandi, oxiri kelib majbur o'qidi, o'qishga yo'liga tushdi endi. Oxiri seniki g'oya keldi, yashilda o'ylab kelgan sariqda g'oya keldi, o'ylab eshikka qarab, quyoshga qarab yurdi, muvaffaqiyatga erishdi.